Mana bugun yozgi mavsumda yosh nihollarimizni, ko'chatlarimizni oz-ozdan ko'p sug'orishimiz kerak. Sababi suvi o'ziga qabul qilib olish kerak. Yozni 3 oy issiq kunlar davomida asosan kechki payt soat 8 dan ertalab 5 gacha sug'orishi bu har tomonlama ko'chatga ham foydali, zararli bo'lmaydi. Birinchidan yer qizimagan bo'ladi. Mana daraxtlarimizni, ko'chatlarimizni sug'orishda birdaniga ko'pgina suv emasda, kam-kamdan ozgina sug'orishimiz kerak. Sababi yerga ham singib olish kerak va u singan suvni ildiz qismi o'z tanasiga tortib, bargga yetkazib berish kerak. Astronom yog'ida xodimlar bilan tungi smena tashkillashtirganmiz. Bu smenada 2 ta vodovoz daraxtlarni sug'orish ishlarini olib boryapmiz. Anomal issiq holatda kechki payt soat 6-7 dan ertalab soat 5 gacha ishni yakunlayapmiz. Vodovoz yordamida 2 ta motopompamiz bor. Hali sistemalarimiz maksimal darajada ishlashyapti. Xudo xolisa bu yil sezondan yaxshi daraxtlarni 100% mukammal holatda olib chiqib ketamiz. Daraxtlarimiz qurish ehtimoli yo'q. Bungacha yaxshi darajada ishlayapmiz.